Assalomu alaykum. So'z boshi salom deyishadi. Har safar videolarimga musiqa qo'yardim, bu safar mashinamni yurgizib qo'ydim, motorning ovozi eshitilib tursin deb. Ikkita joyga biz ustamiz, bitta ikkita joyga hisob-kitob qilib bergani, yangi ish ko'rgani bordik. Endi ba'zilari bilan dogovorimiz bitdi. Dogovorni qilib, xomashyo materiallarni olib borib qo'ysak, 1-2 kundan keyin usta puli ham bo'lib qoladi, 1-2 kundan keyin xayrlashaylik deb hamma materiallarni olib kelib bunday qiladi deb aytib tushuntirib, mana shunaqa qilib beramiz desak, o'zlari ham qilib olganlar bo'ldi, yo bizdan ham arzonroq ustalar sug'orishganlar bo'ldi. Hali birovni chalashiga tushib ketadigan ustalar ham bor ekan. O'shani endi men shoirlik ham qilib turaman, she'r ham yozib turaman. O'zimni qalamimga she'r yozdim keyin oxiri. O'ylamagan edim bunchalar taqdir qiynaydi bizlarni, sinaydi takror usta bo'lish tushga kirmagan sira, boshqa kasblarda bir xumorim bor. Aytardim uchuvchi bo'lsam kerak deb. Xayolfarast edim, orzumand bola, shifokor bo'lish ham xayoldan o'tgan, lek hayot charxpalagi ketdi aylana. Sevgi muhabbat ham rahm qilmagan, shohmi u gadomi tanimas ekan, ustaning qadrini hech kim bilmadi, bizni tushungan bir onamiz ekan. Qo'li gul ustamiz Alloh yuqtirgan, bizga ham nasib etgani bordir, hali ko'p kutarlar bizni kuttirgan, Allohning bizga ham aytgani bordir. Sog' bo'lasizlar.